Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 1-kitob 24-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Salmon Forsiy. Isfahon shahrining Jay qasabasida Salmon ismli bir o'smir yashardi. Otasi qasaba raisi edi. O'g'lini devonalarcha yaxshi ko'rar, boshiga biron falokat tushmasin deya hech yolg'iz tashlab ketmas, hech qayoqqa yubormas edi. Salmon bolalik, hatto ilk o'smirlik chog'ini ham xuddi bir joriyadek to'rt devorning ichida o'tkazdi. Dindor bir yigit bo'lib ulg'aydi. Oilasidan olgan diniy tarbiyaga ko'ra u ham majusiylikka, otashparastlikka e'tiqod qilardi. Bir kuni u ibodatxonaga kirib olib duo o'qiyotgan, nimalardir pichirlayotgan odamlarni ko'rdi. Salmon ularni zavq bilan kuzata boshladi. Oradan bir necha soat o'tgan bo'lsa-da, Salmon hanuz ularni tomosha qilardi. Balki shu daqiqalarda yolg'izlik tufayli yuragida paydo bo'lgan o'kinch o'rni bir oz yengillik, xushnudlik egallagan bo'lsa ajab emas. Chunki Salmon bu dindorlarni hayrat bilan kuzatarkan yuzida xiyol tabassum paydo bo'ldi. Oqshom payti odamlar tarqala boshladilar. Salmon ulardan birini to'xtatib, "Bu sizlarni diningizning asosi qayerga borib taqaladi? Qanaqa din o'zi? Diningizni menga chuqur va atroflicha o'rgatadigan odamni qayerdan topsam bo'ladi?" deb so'radi. "Shom shahridan" degan javobni oldi. Salmon boshi egik holda ibodatxonadan chiqdi. U o'zicha shunday deb pichirladi: "Xudo haqqi, ularning dini biznikidan xayrliroq, biznikidan mukammalroq ekan." Shu kunlari otasi Salmonning bir joyga ish bilan jo'natdi. Salmon uzoq vaqt yo'q bo'lib ketdi. Qattiq sarosimaga tushgan ota darhol uning izidan odam jo'natdi. Ammo o'g'lini u joyga bormagani ma'lum bo'ldi. Uni qidirib chiqqan kishilar yon atrofni qayta-qayta tarqab qidirib keldi. Biroq Salmondan darak yo'q edi. Otaning xayoliga har xil yomon o'ylar kela boshladi. Xunuk bir xabar eshitmayin-da, deya xavotirga tushdi. Ammo kun botib qorong'i tusha boshlagach, Salmon hech narsa bo'lmagandek uyiga kirib keldi. Yuziga diqqat bilan qaragan kishi uni o'zgarib qolganini sezishi qiyin emasdi. Yuragiga g'ulg'ula tushgan ota mehr, shafqat, qo'rquv va g'azab hislari ayqash-uyqash bo'lib ketgan bir ovozda "Qayerlarda yuribsan, o'g'lim?" deya so'radi. Salmon o'z ko'zi bilan ko'rgan voqealarni gapirib berdi. So'zlarini shunday davom ettirdi: "Meni tushunishimcha, ularning dini biznikidan xayrliroqdir. Otasi ashaddiy majusiy edi. Eng to'g'ri din ota-bobolarimizning dinidir", dedi u. "Yo'q ota, Xudo haqqi, ularning dini biznikidan yaxshi, biznikidan mukammalroqdir." Ota o'zlarini dini ustunroq ekanligini uqtirishga harchand urinmasin, Salmon fikridan qaytmadi. Otasining jahli chiqib ketdi. So'zini o'tkaza olmagach, o'g'lining oyoq qo'lini bog'ladi va bir xonaga qamab qo'ydi. Oyoq qo'llari solingan kishan o'spirinni ongini yanada tinchlantirgan, dunyoqarashi hududlarini kengaytirgan edi. Salmon endi o'zining haqli ekanligiga shubha qilmasdi. Qulay fursatni poylay boshladi. Kalisoda tanishgan odamlarga xabar jo'natdi. Shomdan bir karvon kelsa, ma'lum kishilarni iltimos qildi. Yuragi mehr-shafqatga to'la ota har kuni o'g'lidan xushxabar chiqishini kutardi. Unga pand-nasihat qilardi, tahdid soldi, har yo'llarni sinab ko'rdi. Hech biri foyda bermadi. So'nggi chora sifatida qamoq muddatini uzaytirishga qaror qildi. Jigarporasi jondan aziz farzandini begona dinga kirishiga hech rozi bo'lolmas edi. Shunday kunlardan birida Salmonga Shomdan bir karvon kelgani to'g'risida xabar yetdi.
Salmon xabarchidan ular aniq ketadigan kunga yana xabar yetkazishini o'tinib so'radi. Bu qamoq muddati davomida Salmon majusiylikdan ko'ngli soviy boshladi. Yuragiga tushgan uchqun alangalagan edi. Qattiq hayajon ichida karvon ketadigan kunni poylar, o'zi uchun yangi bo'lgan dinga kirishdan boshqa hech narsa haqida o'ylamas edi. Nihoyat xushxabar keldi. Salmon darhol kishanlarini yechdi. Vaqtini o'tkazmay uydan chiqib ketdi. Buning otasi uyni uzil-kesil tark etishi edi. Endi bu uyga qaytib kelmoqchi emas. Qaytish haqida o'ylamas ham edi. Karvonga qo'shildi. Uzoq davom etgan safardan so'ng Shomga yetib bordi. Vaqtni boy bermay Nasroniy dinining eng ulug' vakillarini qidirdi. Ko'rsatdilar. Salmon uning huzuriga bordi. Boshidan kechirgan voqealarni so'zlab berdi. Bu dinga kirish uchun chekkan azoblari va qilgan fidokorliklarini tiliga olib so'zladi. So'zlarini shu tarzda yakunladi. Endi izn bersang, sen bilan birga qolay. Senga va kalisoga sidqidildan xizmat qilayin. Bu dinni shaxsan sendan o'rganib, sen bilan birgalikda ibodat qilayin. Bu odam Salmonning so'zlarini diqqat bilan tingladi. Uning samimiy bir o'spirin ekanligini angladi. Iltimosini qabul etdi. Salmon sevinch bilan uning qo'llarini siqdi. Endi Salmon majusiylikdan voz kechgan nasoro bo'lgan edi. Dinga xizmatda kamchilikka yo'l qo'ymas, ibodat chog'larida riyokorlik qilishni sira ham o'ylamas edi. Endi bu kalisoda u bir necha yil qolib ketdi. Ammo Salmonning ruhoniydan mamnuniyati uzoqqa bormadi. Bu odam benihoya darajada riyokor ekan. Xalqqa qilgan nasihatlariga o'zi amal qilmas, aksincha ish tutar edi. Boylikka o'ch edi. Boy badavlatlar sadaqalarini unga keltirib, sen faqirlarni bizdan ko'ra yaxshiroq bilasan, bizning nomimizdan shu pullarni berib qo'ysang der edilar. Ammo ruhoniyning qo'liga tushgan pullar faqirlarga yetib bormas edi. Oltin va kumush to'ldirilgan xumlarni soni 7 taga yetdi. Avvalo sizlarni to'ldirishim kerak. Faqirlarga keyin berilsa ham bo'laveradi, deya ruhoniy tushum pullarini xumlarga to'kardi. Salmon uning bu qallobligini xalqqa qanday yetkazsam ekan deya ko'p o'yladi, lekin uddasidan chiqishiga ko'zi yetmasdi. Bir kuni ochko'z ruhoniyning eshigiga qattiq chertildi. Chertayotgan ajal edi. Qaytib ketish uchun kelmagan edi. Xohlasa xohlamasa uni huzuriga kirishga majbur edi. Ko'zlari oltin kumushga liq to'la 7 ta xumga qadalgan ruhoniy o'lim sharbatini so'nggi tomchisigacha ichdi va umri bo'yi zinhor boylikka berilmang, pulga aldanmang, boylikka banda bo'lmang, bularning hammasi foniydir deya jar solgan. Ammo hammadan ko'proq o'zi mukkasidan berilgan mol dunyoni bir zumda tark etib ketdi. Qavmlar ko'z yosh to'kar, uni katta hurmat bilan dafn etishga hozirlik ko'rar edi. Ularning samimiy qayg'usi Salmonning bardoshini topshirgan so'nggi tomchi bo'ldi. Bu odam odobsiz, riyokor bir kimsa edi. Yig'lashingizga ham arzimaydi deya baqirdi. Odamlar g'azablanib ketdilar. Nimalar deyotganingni bilasanmi o'zing? Necha yillardan beri xizmatini qilgan odamning haqida bunday deyishga uyalmaysanmi? O'lgan odamni ketidan gapirish ayb bo'ladi. Ammo Salmon so'zida qaytmadi. Men nima deyotganimni yaxshi bilaman. Gap shundaki, sizlar unga sadaqalaringizni keltirib faqirlarga tarqat der edingiz. U esa hammasini o'zining ham yoniga urardi. Istasalaringiz o'sha pullar turgan joyni ko'rsataman dedi. Qani ko'rsatchi? Xalq bir necha daqiqadan so'ng og'zi burni barobar to'ldirilgan xumlarni yonida turardi. Xumlar ag'darildi. Ko'zlar qinidan chiqib ketayozdi. Bu beqiyos boylikni tushida emas, o'ngida ko'rayotgan edilar. Ruhoniy haqidagi fikrlarni bir soniyada teskarisiga o'zgartirdi. Ablah, haqiqiy mal'un ekan, haqiqiy shaytonning o'zginasi. Necha yillardan beri bu iflosga aldanib kelgan ekanmiz kabi kin va adovatga to'la xitoblari yangradi. Asabiylashganlar orasida yillar bo'yi ularni aldab,
kuchini zulmdek so'rib kelgan ruhoniyni rosa qarg'aganlar ham bo'ldi. Biz uni yerga ko'mmaymiz, bunga u noloyiq. So'nggi qaror edi bu. Ruhoniyning jasadini sudrab olib ketdilar. Bir daraxtga osdilar. O'tgan-ketgan uni toshbo'ron qildi. Salmon xalqning ko'zi o'ngida to'kilgan boylikdan bir paqir tiyin olishni ham istamadi. Kalisoga bu daf'a xalqning hurmati va ishonchini qozongan boshqa ruhoniy tayin etildi. Salmon endi uning xizmatini qila boshladi. Bu odamni Salmon yaxshi ko'rib qoldi. Undan ko'ra mukammalroq ibodat etadigan mol-dunyoga, uningdek ko'ngilsiz oxiratga, uning kabi havasmand odam borligiga ishonmasdi. Ammo tez orada uning ham boshiga ajal keldi. Aslida mol-dunyoga hech ko'ngil qo'ymagan bu odamning hayotdan ko'z yumishi ham qiyin bo'lmadi. O'zi juda havasmand bo'lgan, oxirat yo'liga ketdi. U yerda izzat-ikrom ko'rishga umid bilan ketdi. Ruhoniy so'nggi nafaslarini olarkan, unga o'ta va fidokorlik bilan xizmat etgan Salmon, "Meni kimga tashlab ketyapsan? Sendan keyin kimning etagidan tutaman?" deganida u ishonsa bo'ladigan kishilar oz qoldi. Mosulda bir rohib do'stim bor. Uning huzuriga bor dedi. U o'lgach, Salmon uzoq yig'ladi. Shomni tark etarkan, necha yillar davomida bir-biriga tamomila qarama-qarshi bo'lgan ikki kishining xizmatini qilgani evaziga hech narsaga erishmagan edi. Bu xizmatni u din yo'lida beg'araz o'tgan, xizmati evaziga pul ishlashini biron marta ham o'ylab ko'rmagan edi.